Agar Fransiya jahon chempioni bo'lsa, oltin to'p Mbappega beriladimi yoki Dembelega? Rostdan ham yaxshi savol. Bu jahon chempionatini baholaydigan bo'lsak, Kylian 100% olish kerak. Ammo mavsum davomida baholaydigan bo'lsak, bu yerda 50-50. Sababi Dembele faqatgina asosiy o'yinlarda o'ynadi. Misol uchun Liga 1da adashmasam 10 o'yinda asosiy tarkibga tushdi. Mbappe esa zo'r o'ynadi, ammo jamoasi bilan sovrinni yuta olmadi. Menimcha, jahon chempionatida Fransiya yutadigan bo'lsa, oltin to'pni Michael Olisega berish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Vinicius hozir Realga kerakmi yoki Bavariyaga sotish kerakmi? Jahon chempionati isbotlab berdiki, bu o'yinchi rostdan ham ancha-muncha narsaga qodir. Va agarda Jose Mourinho Mbappe bilan Vinini birga ishlatishni o'rgana olsa, albatta jamoada qolish kerak. Agar yo'q bo'lsa, unda afsuski xayr. Siz jahon chempionatida qaysi davlatga muxlislik qilasiz? O'zbekiston hamda Portugaliyaga muxlislik qilyotgandim. Hozirda endi Fransiya yutadi deb o'ylayapman. O'zi aslida juda ham ko'p savollar beribsizlar va agarda sizlarga bunaqa savollarga javob berishim yoqayotgan bo'lsa, izohlarda o'zingizlarning savolinglarni yozib ketinglar va agar bu video 10 mingta like yig'sa, ikkinchi qism albatta qilamiz.